Lamasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Demek, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdullayev Abdulla Qahramonjon o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Alijonov Hojiakbar Ulug'bek o'g'li, naqadar baxtli lahzalar. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma Aliqulov jamoasi Husniddin Ro'zi o'g'li, himoyachisi. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ashurmatov Rustamjon himoyachisi. Elyorovich. har bir vakil monitorda namoyish etilyapti. Bugun Rustam maydonga tushgani yo'q. Bo'riyev Abdurauf Anvar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Bo'riyev himoyachisi. Abdurauf Anvar o'g'li. Ancha ochildi shu yigitdan. Asli ma'noda Kapadzening topilmalaridan biri Olimpiya terma jamoasi. Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Jiyanov Ruslanbek Muzaffar o'g'li, Iskandarov Jamshid Mahmudovich, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Olimxon tuzashni amalga oshirgan Jamshid. Masharipov Jaloliddin Qadamboy o'g'li, futbol bo'yicha Masharipov Jaloliddin jamoasi Qadamboy o'g'li. himoyachisi. Bizlarimiz boshqacha Terma jamoa yetakchilaridan biri shubhasiz. Bugun ham undayam bir-biridan chiroyli tuzash Akmal bo'ldi. Vladimirovich, futbol bo'yicha O'zbekiston Moskvoy milliy terma Akmal jamoasi Vladimirovich. himoyachisi. Nasrullayev Sherzod Innatullo o'g'li, futbol bo'yicha Nasrullayev O'zbekiston Sherzod milliy terma jamoasi Innatullo o'g'li. himoyachisi. Terma jamoasi himoyachilaridan biri. raqibga imkoniyat bermadi. G'alabaga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li, Yana bir futbol ajoyib bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ne'matov Abduvohid Furqat o'g'li. Sayfiyev Farruh Karimovich, futbol bo'yicha O'zbekiston Sayfiyev milliy terma Farruh jamoasi Karimovich. himoyachisi. Bugun o'z zaxirada qoldi. O'zbekiston
iftixori faxriy unvoni topshirilyapti. Va navbat ajoyib hujumchimizga ham yetib kelmoqda. Sergeyev Igor Vladimirovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Xuddi masharqimizda bo'lgan kabi muxlislarimiz ham bizgacha olqishlab qo'yishyapti. Ha, Igor. O'zi uchun qaytara oldi o'sha damlardan. Yuqori darajadagi ekanligini yana bir bora ham o'ziga ham boshqa. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Turg'unboyev Azizbek Murodilla o'g'li. Eng yaxshi futbolchisi. Yurtboshimiz tomonidan ham tegishli ko'rsatmalar. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. To'xtaxo'jayev Islom Saidkamolovich. Islom O'runov Oston terma jamoasi barcha yo'llarni bosib Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. O'runov Oston Rustam o'g'li. Afsuski u o'tgan uchrashuvda jarohat olib ertaroq Fayzullayev Abbosbek Saidjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi. Abbosbek Fayzullayev Saidjonov. aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatini boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjonov. Hamrobekov Odiljon Sohibjonov yarim himoyachisi. necha yillardan beri terma jamoamizda ishonchli tayanchli himoyachilardan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Husanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Jonovda. Husanov. Bu ham futbolimizga katta yutuqlardan biri. Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi. Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik. Lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi to'g'onlar bosilib kelyapti. Rahmat Eldor. Hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov Otabek Matonat ko'rsatdi. G'ayratov. Shukurov Otabek G'ayratog'li oyoqdan jarohat olgan edi. Himoyachisi. Shuni o'tkazib yubordi. Lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri. Boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgan yo'q. Kimdir aytishi mumkin zaxira vakillari, ammo
ular bo'lmasa raqobat qayerda? Erkinov, Hojimat, Asosiy tarkib vakillari qanday o'sishadi? O'zbekiston milliy terma jamoasi Erkinov, Hojimat, Botir o'g'li. Hali Hojimatning kelajagi oldinda. Undan ham chiroyli o'yinlar kutib qolamiz. Eshmurodov, Umarbek Yusufovlar. Futbol Eshmurodov, Umarbek Yusufovlar. yaxshisi. Va navbat O'tkirbekka ham yetib Kelinma. kelyapti. Mana shu himoyachilarimiz safi ham ko'payib borayotganligi Yo'q, bo'ladi. Chunki asos tarkibga kirish uchun fotografiyadan yuqori darajada ustun Yusupov, O'zbekiston milliy terma jamoasi Boya Sergeyevga nisbatan aytilgan gaplar. O'tkir Yusupovdan qoyil lekin bu futbolchi ham bu ham sinib qolgani yo'q. Qoyil. Bejiz o'rtaga savol tashlaganim yo'q. Qancha ochkoni birgina o'tkirning o'zi bizga keltirdi. Mana yurtboshimiz ham eng kerakli niyatlarni qilamoqdalar. Ko'z yosh to'xtovchi uchrashuvda O'zbekiston iftixori, faxriy unvoni hamda BYD chempion avtomobili bilan Kapatsa Timur Tohirovich futbol bo'yicha Kapatsa O'zbekiston Timur Tohirovich bosh terma jamoasi murabbiysi. bosh murabbiyi. Terma jamoa bosh murabbiyi ham O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlanmoqda. Endi esa do'stlik ordeni bilan Srechko Katanets hozir taqdirlanadi. Timur Kapatsa, ofarin. Otangga rahmat. Millionlab yurtdoshlarimizga mana shunday g'alabali Do'stlik ordeni hamda BYD chempion avtomobili bilan Srechko Katanets Srechko Katanets Albatta muxlislar buni ham bilishleri yo'q va mamlakatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmonda ham unutilmadi Srechko Katanets. Do'stlik ordeni bilan taqdirlanmoqda Srechko Katanets O'zbekistonga va chunki bugungi kunda qo'lga kiritilgan g'alabada uning ham kattagina ulkan hissasi bor edi. Do'stlik bahosi ordeni bilan yana bir To'xta inson taqdirlanadi. To'xta Mirzayev, Mirzahakim Yo'lbars Mirzayevich. Taniqli sharhlovchi hamkasbimiz, O'zbekiston futbol gazetasi bosh muharriri Do'stlik ordeni bilan mukofotlanadi. Yurtboshimiz